Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Yine bugün Duralemin batareyalarimizni Xudo xolasa tushirish jarayonidamiz. Ko'pchilik sizlar birinchi qo'limizlar, ikkinchi qo'limizlar edi. Bizlar polniy birinchi qo'limiz. Noki kerak bo'lsa hammasini shunday asta-asta bosib qo'yamiz, чтобы xalqimizga tez va sifatli yetkazib berish uchun. Bu bunday videolar shunga vaqt bo'lmas edi. Shuning uchun chiqarib yuraverdim. Endi bitta vaqt bo'layotir, asta-asta chiqaryapman. Ko'rishingiz mumkin. O'zimning garajimning yonmasini bosib turibman. Hozir Isuzu'ni ham ko'rsatamasizlar aziz do'stlar. Doğru ish jarayonidan, doğru jivoyna video ko'rishingiz mumkin. Seli 100 standart batareyadan aldırganmiz. Keyin kelta batareyadan aldırganmiz. Onda plastik trubalar, plastik atut, demakni qarashlankalar, nelar, skvajiniki xalasanızlar, boshqachalar ham ishlasangizlar ham bo'ladi. Shunday shunday apparatlarda tushirib turibmiz. Kimga shunday sifatli batareyalar kerak bo'ladigan bo'lsa, ya sifatli Noki atalpiniyalik ya santexniklik, stroy materiallik vajib kerak bo'lsa, bemalol shu pastda turgan nomerlarga murojaat etaverasizlar. O'zlarimiz ustam desangizlar borib dastlab ketib beramiz. Yo'q, ustasi bilan kerak desangizlar, uyingizga borib, ko'rib, o'lchab, siz bilan dogovor etgan holda hamma joyni olib borib, polni bitirib, yog'ib qizdirib berib kelamiz. Bizning xizmatlarimizni bilmaydiganlar uchun aytib o'taman. Biz gaz отопления, stena отопления, ko'mir отопления, barcha turdagi отоплениясini o'tirib bilamiz. Santexnika keladigan bo'lsak, полный банный montaj, kanalizatsiya, oshlarni полный professional darajada o'tiramiz. Bilganlar uchun yangilik emas, biz podpischilar uchun, bilmaganlar uchun eslatma. Xudo xolasa bundan buyoqqa shunday foydali videoroliklarni chiqarib boramiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar.